bankka borganman ta'lim kreditini olish uchun. Menga o'sha payt juda zo'r gap aytishganki, sizga kredit beramiz ta'lim uchun. Faqat siz bir nimani garovga qo'yishingiz kerak. Misol nimani dedim? Faqat uyim bor, uyimni garovga berishim kerak. Chunki men uchun o'qish juda ham muhim deganimda yo'q. Uyni qo'ya olmaysiz, mashinani qo'yishingiz kerak. Deganman. Mani mashinam bo'lsa, avtoulovim bo'lsa, men bankka kelib kredit so'raymanmi? Ta'lim, bilim men uchun birinchi o'rinda bo'lsa, o'sha mashinani sotib, kerak bo'lsa 3 yilga to'lab qo'yaman kontraktni degan bir narsa bo'lgan. Ismim Nodirbek Nishonov. Bugungi kunda Qurultoy ilmiy ma'rifiy podkastda Dervish Not tarixiy sahifasi Instagramdagi Susambil YouTube kanali, kinematograf, geek madaniyatga bag'ishlangan loyihalar muallifi o'laroq meni ko'proq tanishadi. Bir 1992-yili Toshkent shahrida oddiy, lekin shu bilan birgalikda ziyoli san'atkorlar oilasida dunyoga kelganman. Buvim rahmatli o'zbek milliy xorida xonanda edilar. Onam ham san'at sohasida, televideniya sohasida uzoq yil faoliyat yuritganlar. Qolaversa, o'zimni buvam taniqli bastakor bo'lganlar. Katta buvam ona tomondan ular yozuvchi, qolaversa shoir odam bo'lganlar, ham rejissyorlik faoliyatlari ham bo'lgan. Misol uchun Yangi yo'ldagi teatrga asos solgan insonlardan biri bo'lganlar. Bugungi kunda o'zbek adabiyotida u insonni Kamtor Otaboyev deb tanishadi. Tabiiyki bunaqangi muhit oilada meni bevosita o'sha adabiyot bilan, kinematograf bilan, san'at bilan, tasviriy san'at bilan o'ralgan holatda voyaga yetishimga ta'sir qilgan va o'zim o'sha bugungi kunda eski shahar hududiga nihoyatda yaqin bo'lgan 59-o'rta umumta'lim maktabida o'qiganman. Nima uchun aynan bu jihatni alohida qayd etish joiz? Chunki 59-maktab bu umuman O'zbekiston Respublikasida yagona Xitoy tiliga ixtisoslashgan maktablardan biri hisoblanadi. Bu yerda bir o'sha qorishmani inobatga olish kerakda. Bir tomoningiz eski shahar, bir tomoningiz Toshkentning markaziy qismi. Misol uchun o'zim o'sha Abay va Alisher Navoiy ko'chalarini kesishmasida voyaga yetganman. U payt Malika degan, mana hozirgi Malika bozori, texnika sotiladigan bozor, u payt Navoiy ko'chasida bo'lgan. Ya'ni mana domdan, uydan chiqaman, u tomoni o'sha texnika sotiladigan do'kon, pastroqda sobiq Hamza teatri, bugungi kundagi Milliy akademik drama teatrining yonida maktabim. Bu tomoni Toshkentning qoq markazi va o'sha hamma narsa baribir insonni dunyoqarashiga, tasavvuriga, shaxs sifatida shakllanishiga sababchi bo'ladi. Va bu yerda bir qiziq tomonni aytib o'tish kerakki, mana Xitoycha maktab adashmasam 2-sinfdan boshlab biz Xitoy tilini o'rganishni boshlaganmiz. Buni nimaga alohida bir qayd etib ketyapmanki, chunki tasavvur qiling, boshqa maktablarda bolalar alifboni o'rganadi. Endi tabiiyki biz ham alifboni o'rganganmiz, lekin bizda 2-sinfdan Xitoy tili darslari boshlanganda bizning darsimiz bolalar katak daftarga o'sha chiziqlar, qalam bilan, lineyka bilan, chizg'ich bilan chiziqlar chizishdan boshlangan. Nega? Chunki biz hieroglif yozish uchun o'zimizga zamin hozirlardik. Va davr ham muhim rol o'ynaydi-da. Misol uchun u payt ya'ni 90-yillar O'zbekiston endi mustaqillikka erishgan davrlar, hali endi davlat o'laroq, davlat mafkurasi o'laroq o'zini o'nglayotgan davrlar va yodimda bor edi, bizga Xitoy tilidan kitoblar berilgan, darsliklar berilgan. Ular kutubxonadan, ya'ni undan oldin bu darsliklarni kimdir ishlatgan va biz 2-sinfdan o'sha kimdirlar yillar davomida ishlatgan, skochlangan, izolenta bilan ta'mirdan chiqqan
qo'lbola kitoblarni o'quvchi sifatida olyapmiz. Va zamonni boshqachaligini o'sha payt his qilganman-da, bo'lmasa yosh bolaman. Tasavvur qiling, kitobni olyapman-da, kitobim ilma teshik. Ya'ni kitobning sahifalarida mana shunday dumaloq shakldagi, to'rtburchak shakldagi qirqib tashlangan demak rasmlar bor. Kimdirda sinfimda boshqa kimdirda bu kitoblar boshqa joyda qirqilgan. Yosh bolaman, tushunmayman. Keyin qarasam kitobda misol uchun Lenin, xitoy tilida Lenin degan bir rasmlar bor. Ular qirqilgan yoki pionerlar harakati, pionerlar ham qirqilgan. Va sizga misol vazifa berilyapti, uni orqa tomonidagi matnni o'qib kelish. Lekin uni o'qa olmaysiz, chunki u yer xuddi mana bunaqa ilma teshik, uni ochsangiz matnning yarmi yo'q yoki bir choragi yo'q. Men o'zi aslida 59-maktabni Xitoy tiliga ixtisoslashgan maktabni bitirib, aslida o'z yo'nalishim, o'z soham bo'yicha sharqshunoslik litseyiga o'qishga kirishim kerak edi yoki diplomatiya litseyiga. Lekin o'sha 9-sinfda bo'lgan chog'larim teatrga boshqacha mehr qo'ydim. Teatrga juda ham qiziqishim oshib bordi va o'sha Toshkent madaniyat kollejiga o'qishga kirdim. Toshkent madaniyat kollejida o'qib yurgan chog'larim O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Anvar Azimov ustaxonasida o'qidim. Ustoz bizga juda ham katta ilm berdilar, qunt berdilar va asosiysi bugungi kunda ham hayotimda o'ziga xos shior, g'oyaviy hamroh bo'lgan fikrlarni bizni ichimizga solib qo'ydilar. Ya'ni bular birinchisi bu qayerda emas, balki qanday o'qish muhim degan g'oyani. Chunki ko'p holatlarda bugun yoshlar yoki o'zi o'qiyotgan joydan qoniqmaydigan insonlar bu yerda dablala o'qitadi yoki qoniqmayapman deydi-ku, lekin aslida ideal o'qitadigan joy hech qachon bo'lmaydi va bo'lmagan ham. Ikkinchisi, ko'p aytardilarki, bir kuni mazalari yo'q, biz adashmasam sanatoriy edi yoki profilaktika shifoxonasimidi, yonlariga xullas ularni ko'rgani bordik ustozni. O'shanda bir yerda bir go'zal bir bog' bor edi, o'sha bog'da sayr qilib Hazrat Navoiy haqida gaplashgan chog'imizda o'shanda bir zo'r gap aytgandilarki, ustoz, men agarda Alisher Navoiy haqida kino qilganimda, men tamoman boshqacha Navoiyni ekranga olib chiqqan bo'lar edim degandilarda. Men o'shanda hayron qolganman. Qanaqasiga boshqacha Navoiy? Va ustozga savol berganman. Alisher Navoiy bu axir shoir-ku, yozuvchi-ku. Biz zotan uni bolalikdan shunaqa siymo o'laroq ko'rishga o'rganib qolganmizda, qo'lida pat ushagan, kitob bilan ayvonda o'tirgan, mungli qarashli bir hokisor odam sifatida. Lekin o'shanda ustozim aytganki, yo'q, Navoiy davlat arbobi bo'lgan, u hukumat vakili bo'lgan. To'g'ri, u nafis g'azallar, go'zal adabiy asarlar muallifi bo'lishi mumkin, lekin shu bilan birgalikda u qattiq qo'l hukumat vakili edi. Mana shu ustoz bizga zamin o'laroq berib ketgan o'gitlarni bugun dalilini qaysidir ma'noda ko'ryapmiz. Va Toshkent madaniyat kollejini bitirgandan so'ng bu sohada ketishga demak niyat davom etdi. Ya'ni havaskor teatr jamoalari yo'nalishini bitirib biz sahnalarda Alp Jamolli pyesalarni sahnalashtirdik, William Shakespeare'ni asarlarini sahnalashtirdik. Misol uchun meni o'zimni himoya ishim bu William Shakespeare Macbeth asari hisoblanadi. O'zbekiston san'at instituti, ya'ni xalq tilidagi teatralniga o'qishga harakat qilmoqchi edim, lekin sohani o'zgartiraman degan bir qarorga keldimda jurnalistikaga qadam qo'yishni maqsad qildim, lekin afsuski jurnalistika fakultetiga kira olmadim, ya'ni jahon tillariga hujjat topshirdim, chunki u zamonlarda biroz o'qishga kirish masalasi adolat tushunchasidan nihoyatda yiroq edi. Chunki men o'zim hujjat topshirib juda ham bir ko'plab adolatsizlik holatlariga ko'zim tushgan. Misol uchun haligacha yodimda bor, imtihon topshiryapman va ba'zi talabalar berilgan topshiriqni bajarishmayapti. Vaholanki komissiya bor, komissiya turibdi. Men endi jon jahdim bilan o'sha berilgan vazifani inshoni yozib yotibman.
Yonimdagi o'tirgan bola umuman hech nimani yozmayapti. Men aytdim, "Bu qanaqa ajoyib yondashuv ekan" dedim-da. Oradan vaqt o'tdi, o'sha ijodiy imtihonni topshirdik-da, ballarni ko'rgani borsam, eng past ballardan birini men olganman. U yonimda turgan bola ham kelib haligi taxtaga qarab, o'zini ballini qarayapti-da, xursand bo'lyapti, kirdim deyapti. Yoniga bordimda qarasam, ancha yuqori ball olgan. O'shanda tushunmaganman, qanaqa qilib umuman hech nima yozmagan odam bunaqa yuqori ball olishi mumkin. Men bu yerda o'sha berilgan vazifa, ya'ni daftarni 12 varroqlik daftarni yarmidan oshish kerak sizlarni inshoinglar degan vazifani bajaryapman-ku, eng past ballni olyapman. Va u yerda bitta maslahatchi, nazoratchi opa bor edi, ularning yoniga borganman-da, aytganman, "Kechirasiz, shunaqa men insho yozgandim. Al-Farg'oniy haqida yozgandim inshoni. Nimaga bunaqa ballim past chiqdi?" deganda, "Endi siz juda ko'p imloviy xatolar qilgan bo'lsangiz kerak, shuning uchun ballingiz pastdirda" deganda, shunda o'ylaganman. Demak, u bola umuman hech nima yozmagan va tabiiyki imlo xatolariga yo'l qo'ymagan. Demak, men ham umuman hech nima yozmaganimda, demak, kirib ketish ehtimolim juda ham yuqori bo'lgan bo'lardi degan bir fikr o'tgan. Buni nimaga aytyapman? Har bir zamonni o'zini tosh tarozisi bo'ladi, yaxshi yomon jihatlari bo'ladi. O'ziga yarasha falsafasi, adolatu adolatsizligi bo'ladi. Nafaqat men, haqiqatdan ham ilmga intilgan, ta'limga intilgan, o'qishni orzu qilgan yosh yigit-qizlar mana shu imkoniyatdan mahrum bo'lgan. U yerda kulis ortida aynan nimalar bo'lgani hali hanuz balki menga qorong'udir, lekin men aynan nimani nazarda tutayotganimni menimcha bugun ko'pchilik tinglovchilarimiz, tomoshabinlarimiz tushunsa kerak deb o'ylayman. O'qishga kira olmadim, lekin mehnat qilish kerak. Oilaviy ahvol nihoyatda tang. Ishlamasa bo'lmaydi. O'shanda mahalliy mobil operatorlardan biriga operator sifatida, ya'ni mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'limiga ishga kirganman. U yerda ham biz avval o'qitishgan, keyin ish boshlaganmiz va o'shanda o'zim uchun call markaz nima ekanligini kashf qilganman. Ya'ni kuniga 8-9 soat tinmasdan mijozlar bilan gaplashish va nima deydi, mijozlarga telefon orqali xizmat ko'rsatish. Juda og'ir damlar edi, lekin u ham bir hayot maktabi, juda ko'p skilllarni menda shakllantirgan bir jarayon bo'ldi deb o'ylayman, chunki mehnat qilish kerak edi. Nima deydi, yuqorida aytganimdek, oiladagi ahvol iqtisodiy nuqtai nazardan, aynan iqtisodiy nuqtai nazardan nihoyatda og'ir edi va shu sababdan g'ayrat bilan mana o'sha yerda ishlaganmiz. Lekin ta'lim olish, teatr sohasida ilm olish, rejissyor bo'lish niyati shunda ham tark etmagan va bir yil o'sha call markazida ishlab, keyingi yili yana oliy o'quv yurtlariga imtihonlar boshlanganida san'at oliygohiga, endi bu safar san'at oliygohiga o'qishga topshirganman. Nimaga? Chunki menga shunaqangi bir gap yetib kelganki, O'zbekiston xalq artisti, butun SSSR xalq artisti, maestro, ko'plab filmlarning buyuk rejissyori, ya'ni Mahallada Dudu gap, Toshkent non shahri, Sen yetim emassan, Olovli yo'llar, Otamdan qolgan dalalar kabi buyuk ekran asarlarini muallifi, rejissyori Shuhrat Abbosov o'zini so'nggi ustaxonasini, ya'ni so'nggi kursini olyapti degan gap yetib kelgan menga. Chunki u payt domla rahmatli 82 yoshda edilar va tabiiyki bu ular olayotgan so'nggi ustaxona degan gap endi xalq orasida tarqagan. Call markazida arizamni yozganman, demak imtihon topshirganman va o'qishga kirganman kontrakt asosida. Va o'shanda ikkita tuyg'u bo'lgan. Birinchisi, xursandman. Ya'ni orzularimdan biri amalga oshdi. Shuhrat Soliqovich Abbasov kursida o'qiyman. Ikkinchisi, kontraktni qanday to'layman deb. Birinchi yil kontraktni bir oilamizni juda ham yaxshi do'sti kontraktni to'lashga bizga iqtisodiy nuqtai nazardan ko'mak berdi va men bir yil o'qishga muvaffaq bo'ldim va bu narsa uchun ham ustozdan, rahmatli domladan ham mana shu nima deydi, yordam qo'lini cho'zgan
insonlardan nihoyatda hali hanuz minnatdorman. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, o'qish jarayonida aynan ish masalasini hal qila olmadim. Nega? Chunki bu masalada mana o'sha teatr sohasida o'qiydigan insonlar yaxshi tushunsa kerak. Nega? Chunki teatr san'ati ta'limida shunaqangi bir narsa borki, siz ertalabdan kunduzga qadar umumiy fanlarni o'tasiz va demak kunduzi ovqatlanib kechga qadar aynan maxsus, uni rus tilida spets predmetlar deydi, maxsus darslarni o'tasiz. Ular bevosita ijod bilan bog'liq. Sahna nutqi, sahna harakati, sahna jangi, raqs, teatr tarixi, ya'ni bevosita sizni ixtisosligingiz bilan bog'liq bo'lgan fanlar. Va biz darslardan qariyb 9-10lar atrofida oqshom soatlarida chiqardik va uyga ketardik. Va men ishlagim kelardi, lekin bironta u payt ham hozirgidek sharoitlar yo'q. Misol uchun har qadamda hozir qahvaxona, yetkazib berish xizmatlari bor. Ya'ni talaba o'laroq ishlasangiz bo'ladi, hatto tunda. Misolda u payt unaqa narsalar yo'q edi. Shaharda bir 2-3ta qahvaxona bo'lsa, u ham katta gap edi-da, u ham yo'q edi. Ya'ni ishlash uchun sharoitlar hozir bugungi kabi emas edi. Chunki iqtisodiyot umuman boshqa shakl shamoilda edi. Va euforiyaga berilib, bilimga berilib, domlani berayotgan haligi ta'limiga berilib, men faqat o'qidim. Va bu meni ham baxtim edi, ham xatoim edi. Chunki bir yil birpasda o'tib ketdi, keyingi yili kontrakt to'lash chog'i kelganda, men juda ham bir xunuk ahvolga kelib qoldim. Ya'ni kontrakt to'lash kerak. U mablag'ni topa olmayapman, vaholanki u payt uchun juda kulgili pul edi u. Ya'ni bugungiga qaraganda, bugungi iqtisodiyot bilan, bugungi sharoit bilan qarasangiz, o'sha kontrakt puli juda ham kulgili pul edi. Va bu yerda bir narsani aytib ketish kerakki, bankka borganman ta'lim kreditini olish uchun. Menga o'sha payt juda zo'r gap aytishganki, sizga kredit beramiz ta'lim uchun, faqat siz bir nimani garovga qo'yishingiz kerak. Misol nimani dedim? Faqat uyim bor, uyimni garovga berishim kerak, chunki men uchun o'qish juda ham muhim deganimda yo'q. Uyni qo'ya olmaysiz, mashinani qo'yishingiz kerak. Deganman, meni mashinam bo'lsa, avtoulovim bo'lsa, men bankka kelib kredit so'raymanmi? Ta'lim, bilim men uchun birinchi o'rinda bo'lsa, o'sha mashinani sotib, kerak bo'lsa 3 yilga to'lab qo'yaman kontraktni degan bir narsa bo'lgan. Va o'qishni tashlab ketganman. Va eng kulgili tomoni o'sha davrlarda, ya'ni juda ham teatrga muhabbatim yuqori. Har kuni kursdoshlarim bilan teatrga boraman, bir ilhomga boraman, bir O'zbek Milliy akademik drama teatriga boraman, bir drama teatriga boraman, bir opera va ballet teatriga boraman. Ya'ni har kuni biz teatrga boramiz kursdoshlarim bilan. Men u paytlar pyesa yozganman. Yunon mifologiyasi asosida pyesa yozganman. U pyesa sahnalashtirilgan Teatr Uz degan festival doirasida. Lekin oliy o'quv yurti eng o'sha nima deydi, qaysidir ma'noda eng yonayotgan, eng peshqadam spektakli, pyesasi teatrda sahnalashtiriladigan talabaga hech qanday bir ko'mak bera olmayapti. Kontrakting bormi? To'la deyapti. Endi ularni ham to'g'ri tushunsa bo'ladi. Va majburman arizamni yozib ketyapman. Hattoki akademik ta'til ola olmayapman. Nega? Tushunarsiz, savollar ko'p, javoblar kam. Va keyin tushunyapmanki, iqtisodiy ahvol nihoyatda tang. Rossiyaga muhojir sifatida ketyapman. Rossiyada 2,5 yil davomida xizmat ko'rsatish sohasida, kafe, restoranlarda turli xil kasb egasi bo'lib ishladim. Misol uchun ofitsiant bo'lib ishladim, barda ishladim, oshxonada ishladim. Lekin ta'lim olish niyati, bilim niyati hech tark etmadi meni. Hattoki Rossiyada shunaqangi holat bo'ldiki, Moskvani o'zida mahalliy oliy o'quv yurtiga o'qishga kirdim, televideniya yo'nalishiga. U yerda ham 1 yil o'qidim. Lekin u yerda ham ish qariyb 12 soat, ertalabdan kechgacha ishdaman. Sirtqi o'qish bo'lgani uchun orada borib
o'qib kelishim kerak, hujjatli film suratga olishim kerak, film suratga olishim kerak. Bu yerda oilaga yordam berishim kerak, mablag' pul yuborib, xullas juda ham qiynaldim va u yerda ham iqtisodiy holat yomonlashgandan keyin O'zbekistonga qaytib keldim va O'zbekistonga qaytib kelganimdan keyin endi bu yerda gap qisqa qilish kerak. O'zbekistonga qaytib kelganimdan keyin kino sohasida ishlashni boshladim. Oliy ta'limim haligacha yo'q. Va kinoda ishladim, turli xil loyihalarda. Yaxshi odamlarni ham ko'rdim, mug'ombir odamlarni ham ko'rdim, makkor odamlarni ham ko'rdim, lekin u ham bir o'ziga xos maktab vazifasini o'tadi. Ya'ni demoqchi bo'lganim, turli xil o'nqir-cho'nqirlardan o'tdim va adashmasam 2019-yili o'sha O'zbekistondagi yana bir katta tijoriy kanallardan biri Zo'r TVga demak rejissyor sifatida ishga joylashdim. Aynan demak ko'rish qobiliyatim yomonlashgan davrlar, ko'zoynak kiyishga majbur bo'ldim 2019-yili va Zo'r TVga borganimda ana o'sha yerdagi bir prodyuser ustozlarimdan biri Nigora Nazarova Qurbonimni, televideniya sohasidagi yirik mutaxassislardan biri bo'lganlar, rejissyor. Ular menga qarab aytganlarki, ko'zoynaging bor ekan, bizda bir ko'rsatuv bor, u yerda o'sha texnologiyalar haqida tongi dastur, tashqi ko'rinishing shu bir haligi botaniklarga, shu bilimga chanqoq bolalarga o'xshar ekan, keyin seni bir boshlovchi qilamiz deyishganda, shu bilan keyin Nahor nashta Texno degan ko'rsatuvda boshlovchi bo'lib ishlaganman. Orada keyin boshqa loyihalar ham qo'shilgan, muharrir bo'ldim. O'sha kadr ortida matn yozish jarayonlari, keyin o'zim ham bir nechta ko'rsatuvga rejissyor bo'ldim, ijrochi prodyuser bo'ldimda, qaysidir ma'noda o'sha televideniya deb atalmish maktabni ham ko'rdim. Undan oldin mana teatr sohasida o'qidim, teatrlarda malaka oshirdim. Teatr sohasidagi bevosita o'z davrini yirik demak muallimlari, soha vakillaridan olish mumkin bo'lgan narsani oldim. Chunki men ko'p aytaman, ustoz Anvar Azimov menda o'sha teatrni debochasi ibtidosiga oid bo'lgan ilmlarni shakllantirgan bo'lsa, Shuhrat Solixovich Abbasov didni shakllantirdi. Did nihoyatda muhim. Chunki u inson qo'lida paketlar bilan, to'rva xaltalar bilan kelardi darslarga. Kelardida har birimizga kitob tarqatadi. U kitoblarni biz ko'rib ko'zimiz chiqib ketardi. Chunki nihoyatda mukammal kitoblar edi. Oddiy misol deylik, Shekspir asarlarining tahlili yoki Chexov pyesalarining tahlili, teatr san'atining metafizikasi. Biz hali birinchi kursmiz, baloni o'qini ham uncha bilmaymiz, nima haqida gap ketyapti. Lekin bizda mana shu didni shakllantirar edilar. Louvredagi yoki Tretyakov galereyasidagi tasviriy san'at namunalarini bizga ko'rsatib, shuni asosida sahna ko'rinishi qilinglar derdilar. Keyin televideniyada demak ishlab yurgan kezlarim, oila qurdim, to'ydan chiqqan odamman. Televideniyamdagi faoliyatim ham sekin-asta yakuniga yeta boshladi. Turli xil nima deydi, aynan bizni bo'limdagi qaysidir ma'nodagi kichkina ijodiy tala-to'plar sabab televideniyadagi faoliyatimni ham yakunlab, televideniyadagi demak mehnatimga nuqta qo'ydim. Televideniyadagi ishni yakunlagandan so'ng demak endi to'ydan chiqqan odamman, qarzlar bor bo'g'zimga qadar. Nima qilishim kerak? Yosh oilamiz, ayolim ham kino sanoatida, kino sohasida ishlaydi. Nimadir qilish kerak. Shu bilan keyin ham til o'rganish, ham ishlash maqsadida Turkiyaga ketdim. Turkiyada ham o'sha nima deydi, muhojir sifatida ishladim, orada til kurslarida o'qidim. Va aynan mana shu davrlar, ya'ni mana shu Zo'r TVdagi faoliyatim oradagi Turkiyadagi ham o'qishim, ham ishlashim menda avvaldan bor bo'lgan ildizlarga bo'lgan qiziqishni bir qanaqadir cho'qqisiga aylandi-da. Ya'ni dunyo ko'rdim-ku, Rossiyada yashadim, orada Turkiyada yashadim. Zo'r TVdagi faoliyatim davomida turli ish safarlariga, komandirovkalarga bordim. Misol uchun Amerika Qo'shma Shtatlariga borib keldim.
va mintaqa tarixiga bo'lgan qiziqish menda uyg'ondi. Avvaldan ham zotan bu narsa bor edi, chunki teatr sohasida o'qiyman, tarixiy siymolar, Amir Temur, Hazrat Mir Alisher Navoiy, Shayboniyxon, Zahiriddin Muhammad Bobur va lekin biz faqatgina o'sha maktab darsliklarida filtratsiyadan o'tgan, faqat sizga maktabda yoki oliy o'quv yurtlarida berilishi mumkin bo'lgan o'sha bilimlardan nariga o'tilmasdi yoki o'sha tarixiy pyesalarda shu narsalar bilan tanishardik va biz uchun mana shunday tarixiy siymolar shakllanardi. Turkiyada ishlab o'qib yurgan kezlarim bir qanaqadir sal jaydariroq tilda aytaman, qichishish paydo bo'ldi. Dedim, bular turk, biz o'zbek, ular qirg'iz, bular qozoq, bular uyg'ur, bular turkman, bular deylik tojik, bular kurd, bular eroniy, bular arman, bular gurji va hokazo va hokazo. Ya'ni mintaqa umuman o'tmishga bo'lgan qanaqadir qiziqish paydo bo'ldi. O'zim havaskor o'laroq shu narsalarni o'qib yurishni boshladim. Va ana o'sha yerda o'ziga xos portlash sodir bo'ldi. Ya'ni ba'zi manbalar, ba'zi tadqiqotlar, ba'zi kitoblarni o'qiganimdan so'ng men tariximiz aslida umuman boshqacha, yanada boyroq, yanada qadimiyroq va yanada mukammalroq va qaysidir ma'noda chalkashroq ekanligini tushundim. Va havaskor sifatida demak tarixni o'rganishni, tarixni o'qishni boshladim. Bunaqa asarlar ko'p bo'ldi. Qo'ldan kelgancha ularni bir qunt bilan o'rgandim va demak Turkiyadan qaytib kelganimdan so'ng tabiiyki pandemiyani Turkiyada boshdan kechirdim. Juda ham bir u ham hayot maktabi bo'ldi. Og'ir damlar, tasavvur qiling, muhojirsiz, musofirsiz, begona yurtdasizda, ham bu yerda pandemiya, ishlayman desangiz ishlay olmasangiz, o'qiyman desangiz o'qiy olmasangiz, vatanga qaytaman desangiz vatanga qayta olmasangiz, ya'ni juda ham bir arosatdagi holat. Va qaytib keldim. Qaytib kelganimdan so'ng o'sha nima deydi, vatan sog'inchi va oila bilan yana takroran birlashish qanaqadir shu musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaysan degan naqlni hayotda tatbiq etilgan holatda mana shunaqa, mana shu maqolni asl falsafasi mana shu degan o'gitni menga berdi va bu yerda tabiiyki yangi hukumat davri, yangi jarayonlar, hayot boshqacha qaynayapti. Umuman yetti o'qlab tushimizga kirmayotgan jarayonlar va men qarayapmanki, hayot o'zgardi va faoliyatimni demak O'zbekistonda davom ettirishga qaror qildim. Tarixga bo'lgan muhabbat, tarixga bo'lgan qiziqish meni O'zbekiston Milliy universitetiga chorladi. U yerda tarix fakultetiga o'qishga kirdim va o'zimga o'zim aytdimki, Nodir zamon o'zgardi. Bu yog'iga endi qunt bilan o'qib va nihoyat diplomli bo'lish kerak, chunki bu men uchun bir o'ziga xos geshtalt edi, yopilmagan qarz. Buni yopishim shart. Nima qilib barcha haqiqatlar va haqiqatsizliklar bilan bo'lsa ham O'zbekistonda faoliyat yurita boshladim media sohasida. Biz u payt bir media demak productionda ishlardik. U media productionda juda ham ko'p bugungi kundagi O'zbekistondagi blogerlarning, bugungi kundagi ko'p loyihalarning tamal toshi qo'yilgan joy edi. Va shu tariqa sekin mana shu blogging sohasiga, media content sohasiga, media yaratish sohasiga kirib keldim va aynan o'sha davrlarda demak Susambil, Qurultoy va birozdan so'ng Dervish Not loyihalari yaraldi. Bu loyihalarning yaralishini ham alohida o'zini tarixi bor. Bunga turtki bo'lgan, bunga o'zini hissasini qo'shgan, ilhomlantirgan va mana shu orqadagi background bor-ku, azob, qiynoq, mehnat, cheksiz kurashlar, cheksiz adolatsizliklar, bilimga bo'lgan chanqoqlik yig'ilib bir qandaydir bir uyum bo'lib oxiri mana shu loyihalarga menimcha aylandi.
hech qachon menda taqiq bo'lmagan onam tomonidan. Xohlagan narsangni o'qi, xohlagan spektaklingni ko'r degan narsa yo'q edi. Aksincha, uyimizda doim radio bo'lardi yoki doim telekanallar bo'lardi. Birgalikda yaxshi filmlar tomosha qilish an'anasi shakllangandi. Ko'p yaxshi kinolarni onamning tavsiyasi, onamning o'gitlari bilan ko'rganman. Yoki deylik, klassik musiqa ijodkorning hayotida juda ham katta rol o'ynaydi. Misol uchun, onam bilan birgalikda uyda ish qilsak, Chaykovskiyni qo'yib berardilar, Chaykovskiyni eshitib ish qilardik. Yoki deylik, misol uchun, Yunus Rajabiyning kuylarini eshitib, uyda bir qandaydir maishiy ishlarni qilardik-da. O'shaning uchun keyin juda ko'p misol ota-bobolarimning ijod yo'li haqidagi o'sha oilaviy miflar bo'ladi-ku, bobong bunaqa qildi, buvang bunaqa qildi, buving bunaqa qildi, shularni aytib berardilar-da. Ha, demak ijodkor shunaqa bo'lishi kerak ekan. Ha, demak san'atkor mana bunaqa qilishi kerak ekan degan bir o'gitlar, o'ziga xos qandaydir oilaviy an'anaga xos bo'lgan falsafa shakllangandi. Yoki yodimda bor, buvim meni bag'riga olib yotardi-da. Yonlarida albatta kichkina radio priyomnik bo'lardi. Radio priyomnikda Mash'al radiosi yangrardi va Mash'al radiosidagi o'sha maqom qo'shiqlar, hofizlarning buyuk ijrosi yoki o'sha bugungi tilda, zamonaviy tilda RJ deydi-ku, RJ. O'sha radio boshlovchilarning ravon, chiroyli, sof o'zbek tilidagi nutqi. O'shani tinglab yotardim. Keyin bu demak yonlarda albatta suralar kitobi bo'lardi, tasbih bo'lardi, radioni eshitardik. Keyin ozgina menga suralarni o'rgatardilar. Qaytar derdi, qaytarardi. Keyin shu birga uxlab qolardik. Ya'ni hamma narsa, jamiki narsa, uni ibtidosi oila. Ibtido ham, intiho ham oilada bo'ladi. Ana undan keyin misol uchun mana ayolim bilan turmush qurdim. U ham ijodkor, san'atkor bo'lgani uchun juda serqirra teatr va kino rassomi. Katta loyihalarda ishtirok etgan, juda katta demak seriallar, badiiy filmlarda liboslar bo'yicha rassom sifatida faoliyat yurgizgan. U ham undan ham olgan narsam juda ham ko'p bo'ldi. Men unga haligacha aytamanki, Mastura dedim, shu qaysidir jihatlarda didimni shakllanishida seni ham o'rning juda ham katta, chunki didiga doim tan berganman. Hattoki o'sha ikkita sevishgan bo'lib yurgan paytlarimiz rang tanlashda, tabiatdagi yoki filmdagi, hayotdagi qandaydir manzaralarda boshqalar ilg'amaydigan narsalarni ko'zi bilan ilg'ab qolardi. Men aytardim, qanaqa bunga e'tibor berdi ekan? Men shunga e'tibor bermabman deb o'zimga o'zim shunaqa gaplarni qayd qilib qo'yardim-da. Va bu mana shu demak jihatlar tabiiyki menga ham ta'sir qildi, lekin oilada dastak ham kuchli edi. Shu yuqorida aytganimdek, onam hech qachon bo'tga emas u yerga o'qishga kir, bu ish qilma, bu ish qil demagan. Shu madaniyat kollejiga o'qishga kiraman desam, omadingni bersin, kir, duodaman. Yoki san'at va madaniyatga o'qishga kiraman desam, o'qishga kirib olam derdilar. Hattoki bitta holat bo'lgan, endi bilmayman qay darajada buni aytish to'g'ri. 9-sinfda davlat imtihonini topshiryapman, pul bera olishmagan menga. Imtihon chog'i nimadir yeb olishga. Va endi maktabim uyimga yaqin. Oxirgi imtihonlarni topshirib chiqdim maktabdan. Chiqsam onam yonimga peshvoz kelyapti, qo'lida kosa. Kosada qo'rilgan kartoshka bilan achichuchu salat. Yeb anaqa. Endi o'sha payt endi buni bilmadim, uni tushunadi. Hozir biroz nima deydi, juda dramaviy eshitilishi mumkin, lekin o'sha payt hattoki o'sha stoloviyda bulchka yoki nimadirga pul bera olmaslik holatlari ham kuzatilganda, u zamonni tushunadi. Va o'sha kosa bilan ovqatni ko'tarib kelganlar, men yeb ol deganlar, ko'chada hali kartoshkani yeb, keyin yana ikkinchi imtihongami ketib qolganman-da, qaytib ketganman. Ko'chada o'sha kartoshkani yeb, achichuchu bilan qaytib ketganman.
bu narsalar baribir insonni shakllanishida, uni hayotdagi ba'zi narsalarga bo'lgan munosabatida katta rol o'ynaydi. Ayolimda ham xuddi shunaqa. Misol uchun juda ham og'ir kunlar bo'ldi. Juda ham qiyinchiliklar ko'p ko'rdik, nima deydi? Lekin hech qachon nima deydi? Menga bosim o'tkazib yoki qanaqadir bilmadim, noshukrlik qilib yoki mendan yuz o'girib yoki mendan norozi bo'lgan paytlarini men eslolmayman. Faqat yonimda birga, yaxshi kunda ham, yomon kunda ham, sovuq kunda ham, issiq kunda ham birga yelkama-yelka dastak bo'lib kelgan va kelyapti va uning uchun men ikkalasiga ham, mana shu hayotimdagi ikkala ayolga ham ming rahmat deyman va Yaratganga shukr deyman. Teatr va faqat teatr. Chunki o'sha meni bosib o'tgan yo'lim tor, kamtarona yo'l bevosita teatr bilan bog'liq edi. Men san'at oliygohida o'qib yurgan paytlarim, o'sha 1,5 yil o'qigan bo'lsam, kutubxonadan chiqmasdim. Ustozlarim, domlalarim aytgan teatrga oid bo'lgan jamiki adabiyotlarni, manbalarni nafaqat qunt qilib o'qirdim, balki o'sha konspekt qilardim. Ya'ni rost mana jonimni berardim-da. Va o'ylardimki, albatta ulg'ayganda, biron sohani tanlash kerak bo'lganda, albatta teatrni shu sohani davom ettirgan bo'lardim. Lekin afsuski, hayotdagi juda ko'p narsalar sizni rejalaringizga korrektirovka kiritar ekan, ya'ni tahrir kiritar ekan. O'sha oliy o'quv yurtida oxirgacha o'qiy olmaganim, juda ham lovullab yondim-da teatrga nisbatan va ta'limdan mahrum bo'lganimdan keyin, o'sha ozgina kinoda ishlab o'zimni joyimni topa olmaganimdan keyin tabiiyki tushundimki, bu yo'l men uchun emas. Qolaversa, tan olish kerak, teatrdagi ijodkorlar bu haqiqatan ham fidoyi insonlar. Ular nima deydi, o'sha sahnani muqaddas deb bilib, faqat insonlarga o'sha go'zal g'oyalarni, go'zal hikoyalarni, insonlarni o'ziga ko'zga tutish uchun har kuni repetitsiyaga keladigan insonlardir. Lekin meni ozgina hayot chapdan o'ngga, sovuqdan issiqqa tashaganidan keyin men tushundimki, agarda hozir shu holatda men bu sohaga fidoyi bo'lib qoladigan bo'lsam, men rostmana qalandar darvesh bo'lishimga to'g'ri keladi. Chunki oilaviy ahvolim mana shunaqangi tang, bir nima qilish kerak, boshqa yo'l bo'lishi kerak. Ham yana bitta narsani tan olish kerak, qiziqishlar ham keskin o'zgardi-da, baribir hayot ko'rdim, dunyo ko'rdim, nima desa bo'ladi, uzoqlashdim. Bu maqbaradan uzoqlashdim. Teatr deb atalgan maqbaradan. Lekin ishimda baribir teatrga bo'lgan muhabbat qoldi. Ko'p tushaman teatrga. Juda ham yaxshi ko'raman. Hamma podkastlarda, hamma suhbatlarda aytadigan gapim mana shu Ilhom teatridagi Hazrat Mir Alisher Navoiyning Sabbai Sayyor asariga 12 marta tushganman. Bugungi kunda mana yangi teatr sahnalari, yangi maskanlar ochilyapti. Shams Qamar, Didor va bu teatrni qaytadan tirilayotganiga, zotan teatr hech qachon o'lmagan. Tasavvur qiling, ellinizm davridan beri, qadimgi Yunoniston davridan beri mavjud bo'lib kelayotgan san'at asari bugun ham dunyoni jamiki nuqtalarida qanaqa madaniyat, qanaqa din, qanaqa mafkura bo'lishidan qat'iy nazar yashashda davom etyapti va yashashda davom etadi ham. Va lekin bugungi kunda teatrga bo'lgan muhabbat va uning qadri meni nazarimda oshib boraveradi. Nega? Chunki biz yuqori texnologik zamonda yashayapmiz. Hamma narsa sun'iy intellektga bog'liq, hamma narsani yechimi yengil, hamma narsani bir innovatsion javobi, innovatsion kaliti bor-da. Hamma narsa qaysidir ma'noda o'sha robototexnika bilan, sun'iy idrok bilan bog'liq bo'lib ketdi-da.
qo'limizdagi o'sha telefon ham, hatto kiyayotgan kiyimimiz ham, nima deydi, yashayotgan hayotimiz hamda, lekin teatr bu yerda va hozir tamoyili bo'yicha ishlaydi. Aktyorni hozir aytayotgan gapi ertaga yoki bir soatdan keyin qaytib takrorlanmaydi. Mana kinoga o'xshab. Kinoni ko'rasiz, o'sha joyini повтор qilib, takror qo'yib yana ko'rishingiz mumkin-da. Teatr unaqa emas. Uni qadri shunda, nihoyatda tabiiyligida, nihoyatda ochiqligida va qo'rqmasligida. Yolqin To'ychiyevni bir yili bitta gapi meni xotiramda juda ham boshqacha qolib ketgan. Ular aytgandilarki, endi kurslari bo'lardi, kichkina o'sha kurslariga borganman. Unaqa ko'p emas, bir ikkita darsga bordim. Baribir o'sha maishiy hayot o'shanda ham davomiga so'rib ketgan. O'shanda aytgandilarki, balki teatrga borarsan deganlar. Men aytdim, yo'q dedim, men kinoni imkoniyati ko'proq-ku deganimda, yo'q. Aksincha teatr imkoniyati ko'proq degandilar. Nimaga desam, chunki teatrda mana shu turgan stul u ham taxt bo'lishi mumkin, u ham tulpor bo'lishi mumkin, u ham yer kurrasi bo'lishi mumkin, ham nima deydi, tobut bo'lishi mumkin. Kinoda stulligicha qolaveradi. Uni qaysi o'liga nima deydi, burchak ostida qo'yma, stulligicha qoladi. Lekin teatrda unday emas. Teatrda jozibasi, imkoniyati shunda. Balki yana bir narsani tan olish kerak, balki oxirigacha kurashmaganimdir bu. Balki bu bahonadir shunchaki. Balki bu qiziqish haqiqiy bo'lmagandir. Balki fidokorlik qilib, tarki dunyolik qilib teatrda qolmaganimni bahonasidir bu balki. Lekin unaqa deb o'ylamayman, chunki bugun ham teatrga kelsam ichimdan boshqacha hislar o'tadi-da. Misol uchun mana yaqinda Diydor teatrida qumda yozilgan bitiklar degan spektaklga tushdim. Kamer teatri ham. Aktyorlar so'zlashni boshladi. Harakat sahnada boshlandi, tamom. Etim jimirlab, butun fikr hayolim, idrokim shu bo'layotgan jarayonga kirib ketdim. Hatto ko'zimga yosh ham oldim va chiqdim, dedim, yo'q, bunga teng keladigan san'at, demak, har bir san'at turini, raqs bo'ladimi, cholg'u bo'ladimi, o'zini buyuk missiyasi, buyuk qudrati, buyuk qiymati bor. Lekin teatrniki boshqa. Chunki mana bu yerda ham ozgina tarixga yondashaylik-da. Insoniyat tarixi hech qachon tomoshasiz bo'lmagan. Hech qachon. Insoniyat tamaddunining har bir bosqichida, har bir o'sha etapida albatta tomoshaga ehtiyoj bo'lgan. Albatta bo'lgan. Oddiy misol, mana uzoqqa borish hojati yo'q. Abdurauf Fitratni Hind sayyohining qissalari asarini oladigan bo'lsak, ana o'sha yerda Fitrat yozyapti. Qurbon hayiti bayramida atrof gulga, fonuslarga burkanib, insonlar ko'chalarda tomoshalar qilgan, tantanalar bo'lgan. Bu bo'lmasa o'sha Turkiston tarixidagi oddiy bir epizod, lavha xolos. Yevropa tarixi, G'arb tarixini oladigan bo'lsak, Hindiston tarixini oladigan bo'lsak, albatta aktyorlar bilan, albatta ijro bilan, qo'g'irchoqlar bilan, musiqa asboblar bilan, jonli ovoz va tana harakatlari bilan bog'liq bo'lgan albatta qandaydir nima deydi, jarayon insoniyatga hamrohlik qilib kelgan. Nimaga darvesh? Chunki buni bir nechta talqini bor. Darveshlar mavzusiga azaldan qiziqib yurardim. Endi darveshlar mavzusi, qalandarlik mavzusi ham aslida juda ham keng ko'lamli. Uni nima deydi, bir mavzudagi yoki bir tushunchadagi narsa emas. Bu juda ham yirik bir tadqiqot talab, dissertatsiya talab bo'lgan bir ulkan mavzu. Lekin
bir paytlar o'sha nima deydi, teatr sohasiga ko'ngil qo'yib yurgan paytlarim birinchidan shu ichimdagi shu gap o'tgandi va o'sha ustozim Anvar Azimovning gapi ham bu tanlovda bir rol o'ynagan. Aytganlarki, teatr odami u o'sha nima deydi, darvesh bo'lishi kerak, qalandar bo'lishi kerak, o'zini faqat shu sahnadagi ijod yo'liga baxshida qilish kerak degandilar. O'shanda endi u bir qandaydir bir havas sifatida shunaqangi bir taxallus miyada aylanardi. Lekin oradan yillar o'tib, misol uchun Turkiyadagi o'sha samo raqsini tarixini o'rgandim. Agarda nima deydi, samo raqsiga ham e'tibor beradigan bo'lsak, o'shaligi oq libosda darveshlar aylanadi-ku. Ana o'sha raqsda ham aslida butun hayotimiz mujassamda. Ya'ni darvesh bir qo'lini ko'kka qarab turibdi, bir qo'lini pastga qarab turibdi. Ya'ni yaratgan bilan bo'lgan aloqa, osmondan olib yerga berish, yerdan olib osmonga berish, ya'ni koinot bilan bog'lanish ma'nolarida. Lekin aslida biz barchamiz bu dunyoda qalandarlarmiz, darveshlarmiz. Chunki biz nimadirni izlab hayot kechiramiz. Kimdir muhabbat qidiradi, kimdir haqiqat qidiradi, kimdir mol-u dunyo qidiradi. Albatta asl darveshlik bu umuman boshqa narsa. Uni mohiyati, uni falsafasi, uni tarki dunyoviylik jihatlari umuman boshqa narsa. Lekin bir narsa aniq fakt. Biz bu dunyoga yo'lchi bo'lib kelamiz va yo'limiz davomida nimalargadir duch kelamiz va doim izlovda, doim nimadirni payida bo'lamiz. Ya'ni bu inson yo'li, bu hayot yo'li va biz hammamiz qaysidir ma'noda darveshmiz. Ijod e'tirofi tabiiyki bu juda ham yoqimli narsa. Tan olaman kutmagan edim. Chunki endi kamtarligim sababmi yoki bilmadim, loyihalarimning baribir inson xohlama o'zini ijodini boshqalar bilan doim taqqoslash bilan o'tadi. Nima bo'lgan taqdirda ham biz jamoa bilan birgalikda ma'naviyat nuqtai nazaridan, ilm fan nuqtai nazaridan, ta'lim nuqtai nazaridan o'rni bor, qiymati bor loyihalarni yaratib kelamiz. Lekin men o'ylamagan edim bu qadar e'tirof etilishini. Chunki juda ham tan olaman kutilmagan narsa bo'ldi. Avvalambor o'sha birinchidan mana shuhrat medali sohibi bo'ldim. Bu albatta nima deydi, nafaqat mening, balki ham oila a'zolarimning, ham jamoamning katta yutug'i. Demak, bu loyihalarning qiymati nafaqat o'sha shakllangan auditoriya tomonidan, balki bugungi kundagi o'sha hukumat tomonidan e'tirof etilayotgani bu albatta quvonarli holat va buning uchun albatta men minnatdorman. Qolaversa, mana yaqinda san'at va madaniyat fidoyisi ko'krak nishoni bilan ham taqdirlandim. Bu ham juda ham kutilmagan, lekin o'z navbatida yoqimli. Shaxsan demak, madaniyat vaziri Ozodbek Ahmadovich Nazarbekovning qo'llaridan bu ko'krak nishonni olish 2 karra yoqimli bo'ldi. Chunki sahnaga chiqdim, qo'limga o'sha nima deydi, ko'krak nishonni topshiryaptilar. Kuzataman, ko'raman loyihalarni dedilar. Albatta bir juda ham kutilmagan narsa bo'ldi men uchun. Demak, qilayotgan ishimiz to'g'ri, qiymatli va uni bu mehnatlarning barini e'tirof etilayotgani insonni nafaqat xursand qiladi, balki unga bir ulkan motivatsiya, ulkan mas'uliyat sifatida ham xizmat qiladi deb o'ylayman. Professor Tolkienning Uzuklar hukmdori asarini juda ham yaxshi ko'raman va ana o'sha asarda afsungar Gendalfning bir buyuk gapi bor. Biz qaysi davrda yashashni tanlamaymiz. Biz faqat bizga ajratilgan vaqtga hokimmiz xolos. Faqat bizga ajratilgan vaqtga hokimmiz xolos va biz qaysi davrda yashashni o'zimiz tanlamaymiz. Chunki bu narsa tan olish kerak. Bu gapni Gendalf qachon aytadi? Moriya shaxtalarida ular o'tirganida o'sha Gendalf
yo'lni unutib qo'yadi. Ular bloklanib qolgan g'orlar ichida va Frodo aytadiki, bu narsalar bo'lmasligini, bu narsalar bizning boshimizga tushmasligini xohlagan bo'lar edim deydi. O'shanda Gandalf aytadi, har kimning boshiga shu kabi kulfat yoki bir muammo tushsa, u shunday deydi. Lekin biz o'zimiz yashaydigan davrni tanlamaymiz. Biz faqat bizga ajratilgan vaqtga sohibmiz xolos. Chunki ayniqsa yoshlikda shunaqa narsa bo'ladi-da, boshqa joyda tug'ilsamidi, yoki boshqa oilada tug'ilsamidi, yoki boshqa davrda, boshqa mamlakatda, boshqa pallada tug'ilsamidi deydi-da. Va aytadiki, qanaqa bir murakkab davrda yashayapman, qanaqangi notinch davrda yashayapman, qanaqangi tushunarsiz davrda yashayapman deydi. Shogird ustozdan so'rabdi, qanaqa qilib yo'lda davom etsam bo'ladi? Qorong'i-ku, hech nimani ko'rmayapman-ku. Deganda ustoz aytibdi, qo'lingga bir fonus ol. Fonus bilan yo'lingda davom et debdi. Shunda shogird aytibdi, fonus bilan yursam faqat oldimdagi 2 qadam yoritilyapti xolos-ku. Undan u yog'ini ko'rmayapman-ku. Desa, to'g'ri debdi. Lekin sen fonus bilan 2 qadam yursang, sen yana yurasan-ku. Bu degani yana ketingdan, oldingdan yana 2 qadam yoritiladi. Va sen natijada butun yo'lni yorug'lik bilan bosib o'tasan deydi. Lekin shunday-ku rostdan. Ya'ni ko'p o'ylamasdan harakat qilsak, xuddi o'sha fonus masaladagi kabi 2 qadamda ravonlashadi, oydinlashadi yo'l. Yana 2 qadamda yana va qarabsizki, siz yo'lni yarmini bosib o'tgan bo'lasiz. Meni nazarimda shunaqa. Juda oddiy, biroz falsafiy, lekin ishlaydigan formula.